أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم. Biz qanday narsani sasib bo'ldi, bo'lmaydi degan masalalarda to'xtalib turamiz hozir. Hayvonlardan cho'shqini sasib bo'lmaydi deganda ittifoq qilinadi. Uningdan boshqa hayvon, hasharot va kazalda ixtilof bo'lgan masalalar bor. Meyada Hanefi mazhabının qarşıda it, yelpiz ve ondan başka yırtıcı hayvanlar, yolvas, şer degandek aşında hayvanlarni ügütilgen bolsun ya ügütilmegen bolsun sası buldu dedi. Nima uchun? Li'annahu hayvanun muntafa'un bihi harasatan wa istiyada. Çünkü bu muhafazat qilish ve ovlashda, shikarga chiqishda foydalangan bo'lgan hayvon. Feyecuz, ondan iken satsı buludu da qaraymiz. İşte setiş çeklengen, işte setişten olmaz, öydü beqish, öydü tuğuzuş ve setişni çekleyen hadisler var. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen: "Men emseke kelben yantaqisu min amalihi kulle yevmin qirat." Bazı rivayette qiratan deb kelgan. İlla kelbe harfin ev maşiye. Ziraat bağlarını yoki chorvalarni qo'g'dash uchun ishlatiladigan ishdan boshqa ish baqqan kishi har kuni ajrdan bir qirat yoki ikki qirat kemib ketadi. Qiratning o'lchami aniq, lekin bu yerda savobli ishlardan bir qismi kemib ketadi demoqchi. Nima uchun kemaydi? Chunki uyda ishda bo'lsa rahmat farishtalar kirmasligi, qulun qo'shnilarga azo bo'lishi, yo'lda o'tadigan kishilarni qo'rqib o'tolmay qilishi yoki uningki najosatli tarafi, mikrob yuqtirishi degandek sabablar bor. Yani bir rivayette illa kalba ganamin ev harfin ev saydin deb kelgan. Bu amma sahih hadislar, Buxoriy ve Müslim'deki hadislar. İkinci hadiste an Ebi Cuhayfata radıyallahu anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an themanil kelbi ve mehril bagi ve hulvanil kahin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin puludun tosqan ve zina qurlar birildiğin pullardan tosqan. Kahinlarga bazı işlerini iniqlab berishga, ashunda tapqaqlik qilishga beriladigan puldan tosqan, yani Sahih Müslimning rivoyati. Yani mushunda hadis kelgan bo'lg'achqa, ulamolar ishni setish masalasida ixtilof qilishgan. Hanefi mazhabiniki zohir rivoyatda mazhab qarashi, uch imomdan kelgan qarash, uch kitobda bayon qildi. Kishilar foydalangan ish bo'lib qolsa, satsa bo'ladi va uning pulini xajisi bo'ladi. Bu Malikil'den Sahnu'nunki karışı, yana tabi'lerden İbrahim'in Nakhai ve Ata'nın karışı. İkinci karış, İmam Abu Yusuf'tan kelgen bir rivayet. Bu zahir rivayetin başka, navadir rivayet. Yukarı zahir rivayetin bir şeyde ittifak. Bunun da Kelbil Akur'dan başkına sası buldu. Kelbil Akur diyen, zahmelandırdıgan, tişleydigan et demekçi. Bunun içinde akur diyen sözünü kıysak bazı böğre, yelpiz diyendek muşunda hayvanlarına kirip gidiyor. Eğer ziyan urduğun bulup kalsa şu katada bulup gidiyor. Ne için faydalan bulunmaydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ötüreşki buyurgan. Hamsun yuktalna fil hilli vel haram. Çaya, niclan, hakezan da vel kelbil akur diyen deydi. Ama cumhur ulamalar yukarı sahih ve muttefakun aleyhi hadislerine tayin durup işine sası bulunmaydı, pulunu yiyisi bulunmaydı, muallim bolsun, gayri muallim bolsun. Cumhur ulamalardan İmam Şafii, İmam Ahmed, Ebu Thawr, Davud ve Evza'i ve İmam Malik'ten kelgen bir qarash. Cumhur ulamalar hadislarga tayindi. Yana cho'shqa qiyos qilib, cho'shqaning najisil ayn, bu najisil ayn. İmam Malik'ninki go'shalalti pakizadan qarashlar bor. Lekin cumhur ulamalar najis, bu cho'shqaga o'xshash deb qiyos qildi. Ammo bu o'zi pokdi deb qaragan Maliki mazhabidagi ulamalar yisi bo'ldi, o'zi pok, undan sasi bo'ldi deb lam odatga pokiz narsaga qiyos qilgan.
Maliki mazhabda aş qarash bor. Itning go'shi yesi buldi deydigan. Ha, makruh deyishim mumkin, lekin halol deydi. Maliki mazhabga bir qarash. Lekin bu masalada itni setish, shu pulni xarjlash masalasida Maliki mazhab ulamolardan bir qismi shunda qaragan. Aş hadislarda illa kalbi saydin aw harsin aw mashiyat dediğo. Aşunda faydalı işlarga işletilgan, yolluq işlarga işletilgan işli bo'lib qolsa, uni setib, aşında faydalansa bo'ladi. Aşı racih qarash. قال ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث. Sası bulduğum boğaçqa birisi vasiyet qilib qalsa, men o'lib ketsam, men ishtim falani qalsondir. Vasiyet qilgan bo'lsa, vasiyet qilingan kishininki ig'dorchiligiga yutkildi. A kishi o'lgandan keyin. Valvaris dadisdan balasqa miras qoladi. Bu bir mulk boğaçqa. Lakin bu ishtimi birisi ig'olab, mulkim deydigan bir mol-mulk hisobida demakchi. Lakin boshqalarni bunga ega qilib qo'ya olsa, at-tamlik va at-tamalluk degan narsa bormi shunda? Nima uchun buni qimmati bor narsa deb. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله. أبو يوسف كان نوادر الرواية روايات النوادر ما وعندنا أبو يوسف جقردا ظاهر رواية الأصل يعني كتابته ساس بولدو ده كلده ما هو عاجز بالرواية مشنام كأجان يعني أشنده kişiler zahmelendirdiğen işte olab qalsa bunu adette ötüreşki buyurgan. Herem de olsun oturanlar degen tak. Başka yerdeler emas, herem de olsun oturanlar degen. Başka nasilge azab veriş, ötüreş şeklengen aşında herem de oturanlar degen. Bunu baksı olmaydı, ziyanlık dep bunu sası olmaydı degen. Yani paylanğıl olmaydı demek için oldu. Ötken bir sana müşrik setişinin gibi bunu soğan tonluğa. Müşrikne setiş meselesinde şıkıl qarash var. Tört mezhep ve köpçülük ulamalar sası buldu dedim. Ne için? Çünkü bu yerde aslen setiş mübah, caiz buluş gerek. Pakiz hayvan, hem saçkan tutuş, ya ki öyledim aslen fışak valla oynap, zirkip kalması için paydandıgan, öyle bir uns, ülpet payda kılış için paydandıgan hayvan sası buldu. Pakiz hayvan değil, sası paydası. Bu ise ağzını jürt tazlap pakizlaydı o. Mesela su içip koysa, kaçan onu etkatan ağrısını topulan ya uşkatan ucuş gerek emez, pakiz. Müşk su içip koygan, yalap koygan numudun tarih edilebilmez. Menet tavvafine aleykum ve tavvafat dediğo. İslam ümmeti öyle müşk baksı buldu diyende ittifak, icma var. Deki ittifak buldu diyende icma yok o, müşk baksı buldu diyende icma kılıngan. İbn Abbas radıyallahu anh ve tabi'ladi İbn Sirin Hakem Muhammed, onun başka fuqahalar İmam Malik, Thawri, Şafii, Ahmed, İshak, İmam Ebu Hanife ve başka şagirdlerimiz sası buldu, öyle baksı buldu deb qaragan. İkinci qarash sası bulmaydı degan qarash. Bu İmam Ahmed'in kelgan bir rivayet. Zahiri mazhabda İmam İbn Hazm mush qarashni tanlagan. Sahabe kiramdan Ebu Hureyre radıyallahu anh, Tavus ve Mücahit qatorliq salaflar sası bulmaydı deb qarab ketgan. Ne için sası bulmaydı delili? İmam Müslim rivayet qilgan hadisda an Ma'qil an Ebu Zübeyir qala sa'altu Jabiran radıyallahu anhu an thaman al-kalbi was-sinnawr qala zajara an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. İmam Müslim mujna bir rivayetine keldi. Sinnawr degan şeyda müşk. Bazıda yav müşk mi deyish mumkin. El-hir deb mikildi, yoki qitta deymiz. Qala zajara an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem bundan tosqan dedi. Bu Sahih Müslim'deki rivayet. Ben cumhur ulamalar muşunda Sahih Müslim'deki bir rivayet turuluq nima uchun müşkni sası buldu deb turuldi. Birinciden bu hadisni aciz deb qaragan. İmam Ahmed, Nasai, Tirmizi, İbn Abdülbar, şu hafiz ulamalar aciz deb qaragan. İmam Müslim bu hadisni Seyde naha an thamanil kalb degan hadisag'o an thamanil kalb ve mahril baghi ve hilvanil kahin degan hadisga yondashtirib thamanil kalb deganga taqviya qilib shahid qilib bunda qo'shimcha gap qo'ygan hadis bor. Sahih Müslim diqqat qilsanglar mutabaat ve shahid deb asas hadisga oxirida yondashtirib qo'shimcha diyek sifatida ba'zi bir rivoyatni kelib qo'ydi. Bu Sahih Müslim'nin şartiga asasen dal tushilgan bu darajada sahih bo'lmaydi. Yani bu şavahidki rivayet.
Manada ansamanul kalb degan bo'g'achqa, naha ansamanul kalb degan bo'g'achqa, sahih rivoyatni texnik kuchlantirish uchun mana shavohid sifatida kelib qo'ygan. Buni shahid sifatida akagan deganni doktor Nuriddin Atr Sharh Ilalat Tirmiziga qilgan ta'liqotida bayon qilgan. İmam Ibn Abdul Bar "Laysa fis-sunnawr shay'un yasah." Bu vaqtda sayyid yo'q. Mushkna sasi bo'ldi bo'lmaydigan da sayyid yo'q. Yani rivoyatninki sanadi qarasaqmi, ma'qildan rivoyat qilgan raviymi saduqun yo'qdi. Ma'qilmi shunda saduqun yo'qdi. Ma'qil an Abu Zubayr dedi. Mana ma'qil saduqun lakin yo'qdi. Undan keyin o'sha sunnawr degan so'zni bir ehtimolda sahih hadisning mushk yo'q, to'g'riliq so'zlayotgan hadisning ichiga mushkni ketib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu bir ehtimollik bor. Yoki asl bu mavquf rivoyat, ya'ni Jabir radhiyallohu anhu o'zi shuna bir degan so'z bo'lsa, buni Rasulullohga tutashtirib rivoyat qilayotgan bo'lishi mumkin. Asl mavquf, lekin marfu qilayotgan. Yani bir acizlik bununda Abu Zubayr Jabir'den anladım deb sima' sözünü işletken ahol yok. Anda ko'plam iborat sürgen bo'lsa, ba'zi ravilarninki tadlis qildigan bir nimasi bo'lib qolsa, yoki ba'zi bir acizlik bo'lib qolsa, sima' bilan tasrih qilmasa, aciz bo'lib qoldi. Bumi Abu Zubayrning Jabir'dan qilgan rivoyatida anani qilib qolsa, bir acizlik bor. Eğer sami'tu degan bo'lsa, bu chog'da acizlik bo'lmaydi. An degannikilam azliq bor, ya'ni ana. Bu birinchi yo'l, ya'ni jumhurninki shu hadisni ammasligida birinchi javobi. Ya'ni bu hadis aciz. Nonken mushkni setishni cheklaydigan sahih hadis yo'q. Sahih hadis bo'lsa eklan, bu hadis aciz. İkinci yo'li bulunan mush hadisni ta'vil qilish. Maqsadi deb turayli, lekin ma'nosi biz o'ldi baqadigan uymushga emas, bu yovmushni ko'rsatdi. Yovmush bir xil qiris qilib azordigan. Uni paylangan ekan, uni sasi bo'lmaydi. Lekin uymushga paylangan ekan, sasi bo'ldi. Üçüncü çaresi cumhurning ba'zi ulamolar shunda izohlagan. Zajara degan so'z so'sangaram yoki unda degan gap emas. Bunu setep, unda tultalab turulib mandan o'qimanglar. Kan qo'saqliqing bilan va mushkilni nima basla, yama aslanni nima basla men bir baqalaysa, kan qo'saqliq bilan adimgarchilik sutib, bir va sang uning pullar deb turamsan bo'ldi degan tariqada an-nahyu huna lit-tanzih deb tushungan. Mesela İmam Qurtubi al-Mufhim degan kitabida Muslimning sharhida lafzu zajara yush'iru bi takhfifin nahy degan. Lekin hamda bu ta'wil, nahni ala tanzih, hamla qilish va ta'wil qilish bu aziz. Asoslikda jumhurning bu hadis sahih emas. Bo'ldi ish tugadi. Mesela bu hadisning sahih emasga qarash. Sahih emasmi? Bo'ldi. Cheklimi yo'q, sassam bo'lardi degan. Bundan keyin mushkil sassa bo'ladi. Nima uchun bu pakiz foydalanildi va bu vaqt kelgan sasan bo'lmaydi degan dalil yo'q. بخلاف الحشرات والحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها لأنه لا ينتفع بها. أن ما تلك ناسلادın foydalanılı bo'lmag'achqa buni sasi bo'lmaydi. Haşeratlardan mesela hayye, yılan, akrab, çayan, ununun başka mesela salma, hare, kongaz, eserler seriyendek nasıl var? Eser şurada der sandıkta koyup eserler satam ki. Eserler ismi sas bo'lmaydi deyiladi bu mazhabda. Nima uchun shu chog'da uni foydalanib bo'lmaydi, buni masalan da yo'tkab birisi opirib bunda sotqili bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin hozir ana foydalanib muqladigan bo'lsa sasi bo'ldi deydi. Meyadamda diqqat qilsanglar, o'sha sasi bo'lmaydi deganga illat ko'rsatishmi? Li'annahu la yuntafa'u biha. Foydalanib bo'lmaydi dedi. Ularning Hanifi mazhabining qarshida Aşın sası buludu, bulmaydı deyiş üçün bir narsini paylanğılı bulmamdı ve halal dairede paylanğılı bulmamdı diyen iki şart var. Yani şey paylanış, halal dairede paylanış. Aşın qaraymiz. Şu cık narsini sası bulmaydı diyen bilen paylanğılan bulab qalsak, sası bulaverdi. Mesela burun qığına sası bulmaydı deydi o. Lekin qığına daha 30 yıl burun xotanı satıptı qığını. Nima üçün paylanğılı buldu? Oğut sütüdü paylanıptı. Kaşlarda bulganmay lekin eşkitdi.
Ha, xotanda satibdi. İşlerini qilishib berib ichkisida. Shunda nurg'un narsa bor. Agar mush qoidaga tushsaklam, u ham bo'lib ketadi. Çayangama tevhidlardır paylanılmaz nazar. Hozir paylandı. Burun ya paylanıl bo'lmaydi. Bu chaqadigan narsa deb shunga satib bo'lmaydi degan. Masalan, shunda pil qurtum o'zini, tuxumini yoki o'ligini satib bo'lmaydi chunki hozir satib bo'ldi deydi. Kirpini paylanılmaydı degan asas satib bo'lmaydi dedi. Agar paylanılı bo'lsa satib bo'ldi. Endi hozir nurg'un narsani paylangan bo'lib ketdi. Adamning tirnoqidan foydalanadi. Chechidan foydalanadi, ama endi odamga taalluqli narsalar u boshqa. Cho'shqilan odamni bu ayrimni qilamiz. Lekin boshqa narsalarda foydalanguli bo'lsa, halol doir foydalanguli bo'lsa bo'ladi deymiz. Ammo bir narsa foydalanilmaydi deb, ammo aroq bilan foydalangan bo'lsa bo'lmaydi. Ammo halol doir foydalangan bo'lsa bo'ladi. Mush qoidani bundan bekitib olsak, hozir nurg'un narsa mush qoidaga solsak, Kilaninki halal haramlıqda ixtilof bor. Yani bir mazhab halal emas deyish mumkin. Endi boshqa mazhablar mesela Shafiy mazhabida foydalanish doirasida ma'lum bir doira bilan cheklab qo'yib, mesela hadisda kelganda sayd, harasa, zara degandek doirada foydalanilsa bo'ldi. Bu doiradan boshqa foydalanish hisob emas deb qarasa, foydalanish doirasini tarroq bekitib qo'ydi. O'sha jiq narsa satib bo'lmaydi degan chiqadi. Lekin bu mazhabda qanday foydalansa, foydalanish bo'lib qolsa, satib bo'ldi. Qala va yajuzu bay'ul fil. Filni satib bo'ladi. Bu balki ixtilof bo'lmasligi mumkin. Nima uchunsa, uni foydalanildi. Masalan, mensi bo'ladi, urushga ishlatadi jangda. Yoki sayohatchilarning sayohat qildirish ishlatishi mumkin. Filchi buna qiymatli narsadir. Apkasilik doirasi kirgan. Shu qiymat olg'achqa shunday bo'ldi, qisqadim. Undan keyin buni foydalansa bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatimaga va Aisha radhiyallohu anha birsiga filchidan yasalgan majan o'tpagan bir rivoyat bor. Undan keyin shar'an bu foydalanish yo'l qo'yilgan bir taraf olg'achqa satsa bo'ldi. Undan keyin bu mol-mulk hisobida demakchi. Lekin go'sht ko'pchilik olimlarning nazarida harom. Maliki mazhab halol deyish mumkin. قال وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله. Maymun sası bulandı mumam degan masalada İmam Abu Hanife rahmetullah alaydan ikki qarash keldi. Wal asahhul jawaz. Mush ikki rivoyatning ikkisi to'g'ri. Lekin to'g'riroq joiz degan qarash. Li'annahu yuntafa'u bi jildihi. Chunki uning terisidan foydalangan bo'ldi. Yoki sirkda foydalanish mumkin, sayohat foydalanish mumkin, uni boshqa narsa foydalanish mumkin hozir. Bo'lmaydi degan qarashni Imom Kasani Badar sanada saydab qaragan, shuni tanlagan. Nima uchun desa, buni terisidan foydalanish uchun setolmaydi buni. Ya'ni bu o'yan uchun, sirk uchun, bunday narsalar uchun setoladi. Bu harom ishlar uchun ishlatishga setoladi demakchi. Bu İmam Abu Yusuf'un kelgan bir rivoyat. Lekin bu shu ixtiyorligini al-asah degani shu sahih. Shu hisob, ya'ni joiz. Maymunni satsa joiz. Qapat sulab qo'yib o'zini o'zlashni sitoladi. Bundan keyin yaylarda o'rmonda yurishni bir erkaklikni buğab qo'yadi. Unda o'g'aniga bu narsani sulab, qapat sulab beqish uchun halol bo'lib ketdi. Setolish to'g'ri bo'lgan. Halollik hozir makruhlik bilan zidlashmaydi. Ba'zilarida makruh deyish mumkin, lekin aslida halol. Mesela birisininki kam işte o'zmonlik, yayliq, o'rmonlik vakin bir bayni. Yo'llasini shuni qo'yib turib tabiiy hayvonlarga bas qilib, o'ziraman desmaydi. Masalan, Afrikada boshida cho'ng hayvonlarga basi, necha yuz kilometr qiladigan boshlar. Avvalni makruh darajasiga yetishi mumkin anda hayvonlarga kapasiga so'lab. Undan keyin unda qarasak, hozir yani bir mazhabda bu cho'shqidan boshqa narsani ilib satib bo'ldi deydi. Yani bu mazhabdagi mu'tamad mutun kitoblari hammasi shunda deydi. İmam Saraxsi mabsutda muallam bo'lib qolsa, andan bo'ldi deb qayd qildi. Yani bu mazhabda hozir ikki xil nima bor deydi. Cho'shqini albatta ondan keyin shunda yirtqich hayvonlar olsun, yollas sher, ashuna narsalar. Uni boshqa qushlim bor, qochig'i, uchi. Anda olib qolsa, al-mutun ko'pchilikka satib bo'lardi. Muallam, g'ayri muallam hammasi satib bo'ldi. Foydalanish bor dedi.
İmam Saraxsi muallam bo'lsa, yoki bundan ügütüp payındıgan bo'lsa, al-muallam ma'alan deymiz. Ma'alan bo'lsa, o chaqda bo'ladi. Faqat ügetkili bo'lmaydi deb qarshi bo'rni ügetkili bo'lmaydi deb qarsa, bo'lmaydi degandek mavzu. Bo'rni ügetkili bo'lamda? Bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Hozirda shaytonning usul soldigan ishlar. Bo'ri ko'rmaydigan hayvonlar. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله جواز بيع الحي من السرطان والسلحفاة والضفدع دون الميت منه. Yani bu su hayvanları ya ki suya kurulu teşhir hayvanlar desek, müşteri hayvanlarının tirikleri olsası buldu, ülegleri olsası bulmaydı. Saratan diye rak desek, sulahfa taşbaka, dıfda paka. Şuna okşaş nasıl var? Belirttim başka aydınız, ihtidayimiz, sakan kordayimiz, bu nasıl var? Kala ve yecuz bey'il alaqi li hacetin nasi ileyh. Bu bazen mesela belirtişka işletilmez, ya ki kan şortuşka işletilgan. Jülük. Küçük bir kuruttuk. Belirtişkan işletilgan kurulu var o. Şunda bir kurut. Bunu ya belirtişkan çağda kamakka işletilen, yemçük şekilde, ya ki bunu kanaldığın işlede, hecame meselelerde buzukkan olup kalsa, kişinin bir geldiğini mesela şunda koygan diken, bu buzukkanını şoraydı. Kan şoraydıgan nasıl var? Kanını şoragan diken, şorap bulup onunla küçük gidiyor. Adam sağlamlaşılan gibi. Şunu işletildi. İhtiyaç bu ağaçka, bu için satsı buldu diken. Sonra başka mesela çoşkununki tüke. Çoşkunun tüke, burun, muzduzla. Yaki macan tızdıqalı var o. Ve aslında macanın mezbut jipta nokumusu çıkıdığan bu ağaçka, üzülüdüğün bu ağaçka. Şunda ihtiyaç var deyip, bazı ölümalar şunu ruhsat kıyalım. Yani rakhasa lil kharraziyin deyimiz. Rakın qatarı koyup mesela rakınki traktörün setişleri olsa yapaqan, suud yaşaydı. Belikninki onda ağan ülegin sas bulmayınca çıkamıyor. Belik durslar. Belikninki, bu mezhepte üzü-üle leylep qalın iyisi bulmaydı. Kırgaq çıkıp qalın olsa iyisi buldu dedi ona karşı. Lakin ülegin sası bulmaydı dedi. Ya terek tutup, keyin üzü üttegen bolsa, bu çağda sası buldu. Tonlatqan, ülegalıkta. Lekin anda üzü leylep qalınları bu ma'lum bir kesellik, ma'lum bir kaşıl sebebi zehirleniştek bir narsa ölgen boğaçqa bunu insan bulmaydı dediğine karşı. Semeki tafi deydi. Lekin qırgaqqa, quruqliqqa chiqib qolganlikdan sudun ayrılib bo'lib qolgan bo'lsa, esi buldu. Qala va ahlu zimmati fil bay'i kal muslimin. Ahli zimma İslam davlatida jizya to'lab yashaydigan ahli kitoblar desak, bular so'z setiqda musulmonlarga o'xshash. Ular o'zaro so'z setiq qilishmi bo'ladi? Biz musulmonlar ular bilan so'z setiq qilsakmi bo'ladi? Lekin halal İslam yol qo'ygan dair so'z setiq qilish. Ahli kitobdan aroq so'z qilsak bo'lmaydi. Lekin odatga shunda yemek içmek, halal narsa kerakligini uldan olsak, uldan satsak bo'ldi. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu komandallarga, Hazreti Halid ve başka komandallarga aşında ko'rsatmani bergan desak, bularni islomga da'vat qilgan. Agar biz o'zimizning dinni qilib, jizya to'lab yashaylik desa, bularga musulmonlarga o'xshash to'liq huquqdan bahramand bo'lib yashaysizlar. Bunda so'z setiq, ba'zi nima ishlatasiz o'xshash deb bunda bildirib qo'ygan degan bu shu hadis dalil. Qala va yajuz lahum bay'ul khamri wal khinzir. Biz buni bir qatam topshiriqni bergan. Ashula o'zara yangishidirak. Buni bak ko'chani do'qmishga do'kondan ichib, merkez bozorda yangi shaklda, manda shaklda emas, yangishidirak o'zara so'zlashsa, ruxsat qilindi. Yoki musulmonga satma o'zara alamni qilsa, ruxsat qilindi. Musulmonlar sataman deb buni musulmonlarga satish uchun bozor qilsa, o'chaqda jurishtiriladi. Bozor boshqarish to'g'rilaydi. Buningda ittifoqim ulamalar ahli zimma uning qo'ldan masalan cho'shqilab qolsa, uni musodiq qilib o'tirtimiz dedilar shu. Baxsun o'zi asta yangi bo'zab yamdo o'zining mustaqil bo'lsa, o'zi nima qilsin. Musulmon satsa, musulmon hadiya qilib, bunda ashxonada musulmonlar satib bo'lmaydi.
Eğer şunda qalsa, ondan bunu yığıştırıp, müsaade qilib yo'qotsa bo'ldi. Nima uchun ular o'zaro shunda aroq va cho'shqalarni elib satsa bo'ldi deymiz? Chunki bu narsalar ularning nazarida noyib qimmatlik atva mollar hisoblanadi. Xuddi musulmonlarga nisbatan asal yoki halol sharobdagi yoki qo'yga o'xshash shunda isl mollar hisoblanadi ularga nisbatan. Onun diyanatida aslida harom qilingan bo'lsa-mu, kim bular dinni burmulab halol qilib olgan uni. Lekin shunda ham hozir burmulangan diyanatidagi holati nima desa, yo'q biz halol deb qaraymiz desa, unda bo'lsa o'zinglar elbetsang bo'ldi deb ruxsat qilamiz. Vaqad umirna an natrukahum wa ma yadinun. Biz ularning o'zi e'tiqod qilgan bo'yicha ularni shunda tashlab qo'yishimiz cheklanmaslikka buyurilgan deydi. Yani buningda ba'zi bir rivoyatlar kelgan bo'lishi mumkin kitobda. Lekin oyatlar dalil. Lakum dinukum waliyadin la ikraha fid din. Bundan bu la ikraha fid din bu İslam dini mecburi zorlab chekizmagan ekan, u o'zining diyanatini qilib yashaydigan bo'lgan ekan, bo'pti. Deb ruxsat qilamiz degan mazmun chiqdi. Yu'ayyiduhu qawlu Umar radhiyallohu anhu. Mushu hukmni Hazrat Umarning so'zi kuchlantirdi. Walluhum bay'aha. Asli qarasanglar, buni Abdurrazzaq Musannafida rivoyat qilgan asar bu. Müslümanlar ehli himma Yahud ve Nasaraldan cizye aldı. Bular cizye yak baş tölaydigan çağda qo'lidagi mol mulki xinzir, xamr, aynan asıl aşın tölaydi. Müslümanlar elab keyin uni bozor setib, ondan pul qilib davlat xazinasiga tashlaydi. Hazrat Umar uni o'zlari setib, pul qilib ondan bizga topshirsin. Uni setishini ashunning qo'li orqali qilinglar degan. Bizning nazarimizda bu mol mulk emas, biz uni setib o'tamaymiz. Ashuni satsin, bizga ondan pul bersin, bajga, jiziga, xarajga pul bersin demoqchi. Bu so'zni degan chaqda Hazrat Umarning atrofida sahaba kiramning to'liq bordi. Buni e'tiroz bildirmagan, lekin bu ijmo degan bordi deydi. O'sha ijmoni bunda ishorat qilmoqchi. Alloh subhanahu misalsiga fa'aluhu annalakum ma'lumun va alayhim ma'lumun degan o'sha umum buni hasb qildi. Senga chunki din bo'lmalar tutganda dinot manfaat dini. Asal shular uchun musulmonga manfaat bo'lgan narsa shularning bo'lgandan keyin sen Allah Teala biz mayli çoşqalarni yakimiz mayli arafni cheklamizning maslaha bo'lganlik uchun manfaat bo'lganlik uchun musulmonlarga nisbatan manfaat bo'lsin chekilgan. Musulmonlarning manfaat bo'lgan narsa ularning bo'lgandan keyin mayli qisman bir ma'lum vajidan senga imtiyozlar sen musulmonlar o'ljaganmiz, o'z qatnashganmiz o'ljalganlar qisman olmoqdan kelgan desa amallasganlar. Bu umum jihatdan aslında. Umum jihatdan qonun oldida bularimiz baravar. Bular o'zining turmushini qamdash uchun so'zsizlik ehtiyoji bor. Bu so'zsizlik qilish lozim bular. O'zlari so'zsizlik qiladi, ham musulmonlar ilib satsa bo'ldi. Lekin cho'shqa bizning diyonatimizda harom bo'lgan ekan, aroq bizning diyonatimizda harom bo'lgan ekan, musulmonlar bunga yaqin kelmaydi. Alni biz jizya ilib o'zining diyonatini saqlab qilishga ruxsat qilgan bo'lgan ekan, unda o'zining diyonatida valid deb qaralgan bo'lsa, o'zlari ilib satsang bo'ldi deb ashula olan ruxsat qilamiz. Lekin musulmonlar qat'iy bunga aralashmaslik lozim. Kaşedisni tapamadık da tuma. Ya baba. Mana. فقد أخرج ابن الجارود في المنتقى من حديث بريدة وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ودعوهم إلى الإسلام فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وهو عند مسلم لا تتغير ده. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. Hozir ximo o'ynab, ximo o'ynab, ximo yuzga o'tib, mayli qilsam,
Mesela kaçış koyduğunda bana bir verse onun haramını kadar ben çıktığım yok. Alalım tapkanı verdiğime alayım mesela buluyor ki. Doğru. Onun nereden tapkanlığını sürüştürülüğünü okumayın. Medine kelgen çağda sahabe kiramlar Yahudiler limsetim kıldı. Onu mesela bir narsa ağıl kılıp pul bayan çağda. Bunu sen kımadın ya cezanın tapkan pul mu? Yani bunda sürede şu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi miman kıldı. İhale seneha. Konur qağam bir mayulan arpının moşunda miman kıldı. Resulullah Yahudinin nasıl cezanın kirim kıldı bu da bilmem dedi. Yani onu sürüştürmeyiz biz. Bir Yahudi ayal zehirlengen koyunu pişirip hediye kıldıgan ve sahabını ölüp gitti şunda. Resulullah'ın kanımı zahmelendi şunda. Bu anda şu ehl-i küfrülen muadde kunal yakınçılık aşında bekma aşında apak-şapaklar kıldıgan bolsa bulmaydı. Lekin normal özünün so ticareti malum bir nimada aşında ülkep kalsa hediye kılgısı buldu. Aynen cezabes aynen Geçe tavarruan amması mümkün, lekin yanında caiz. Umum buldu şu. Mesela hazır Xitaydan biskilip dükkanda nimani setip oldu. Sanapadi. Puli ko'pincha harom bo'lishi mumkin. Chetaq bo'lishi mumkin. Biz uni yo'q, buni sotmayman, va pulni chetaqdan setaveramiz. Mesela şu meyvan kıldıgan Meyman qilsa, sizning oshingda o'tirib muadda bo'lmasa, normal, sizning savdo muomala munosabat bo'lsa, halol nimada meyman qilsa, isli bo'ldi. Lekin bu pulingizning aram aralashgan, yemeyman deslar bo'ldi. Vara'an qisli bo'ldi. Lekin cho'qim bunda qilib yesang bo'lmaydi degan gap yo'q. Qarz o'qpasa masalan, o'g'irlab kelingan mesela qarzdan olinayotganda nima qaytib bergan narsa. O'g'irlab kelgan aniq narsa o'qpasa bo'lmaydi. Bunda ayrim ko'rsatmalar. Endi bu musulmonlar urug' tuqqanlar qilamiz-ku, urug' tuqqanlar ishida ashunda o'zi musulmon deydigan millatda musulmondek holat yo'q. Anchun jazoni, endi qimoyni, haramni aralashtirgan, halol tijoratimi bor, halol ishlaydigan. Bunda urug' tuqqanlar jiqqa. Bunda shunda muayyan bir narsani shunda hozir qilmagandan shunda tutib ekilib turgan shunda ba'sa unolmaymiz. Bir narsa o'g'lab ekilganma telefonni ishlab deb ba'sa olmaymiz. Ammo umum mana kirim halol harom aralashib ketgan bo'lsa, uyda masalan urug' tuqqan tomoq chaqirib, mana deb qolsa, tuqqanchilik resti uchun tomoqqa nimqisi bo'ldi. Çünkü bunun hamma kirimi haram bo'lmagan ekan, inshaalloh o'sha haloldan yedayin deb qilamiz. Amma o'sha haram bak jiqlab ketib qolsa, andan tavarruan yemay o'zi qochirsa bo'ldi. Qala va yajuzu bay'ul akhrasi al-idafa lil-fa'il. Gacha kishi, zo'nsiz kishi satsa bo'ladi. Sodisi kichiga Vesairu uqudihi. Onun başka barlıq toxtamları küçüge. Ne biliriz? Bil işaretil mufhime, mefhume. Enak düşünüldüğün işaretler olan, o işaretlerden başka ne kılamaz? Hatırlısı mümkün, işaret kılıcı mümkün. Düşünüldüğün işaret kıysa, onun toxtamları küçüge. Ve yuktassu minhu. Bu başkanının aşında zahmelendirip ötürüldüğün bazı bir işini kısas kılga işini kıygan bolsa, bunundan kısas elinidi. Velahu. Onun için mi başkalardan kısas elinidi? Talaq qılsa bil işareti mefhume yoki mufhime talaq hesab bo'ladi. Qul azat qılsa hesab bo'ladi. Lekin wala yuhaddu lil qadfi. Başqalni zinaxor deb tilsa, zina bilan qarlab tillab qolsa, haddul qazf urilmaydi. 80 cilde. Haddul qazf urilmaydi. Wala yuhaddu lahu. Uni başqalar tillab qolsa-mu, buning uchun başqalar 80 darra urilmaydi. Nima uchun? Yani bir shubha bor. İdra'ul hudud bi shubahat bo'lg'achqa, buni ishorat bilan nuqlisda kichik olsin bir shubha bo'lg'achqa, biz mumkin qadar jazoni to'xtatib qo'yamiz. Bu saqadamlikni nima ijro qilindi? Ya kaçın üstüge saqadam gachini qaralgan bo'lsa-mu. Ana ashu mening manda da tilida dedi emasman. Meni zinaxor dedi, ya manda dedi deb ashunda da'vo qilgan bo'lg'achqa, buning da'vosimizdan shak shubha bo'lg'achqa, u haddul qazf uning uchun urilmaydi.
li'an masalasimi o isharati bilan unda li'an ijro qilinmaydi. Nima uchun? Li'an deganmi o'zining ayolini zina qilding deb qadlashdi bor. Qazf bor shunda. Buning ustiga yana li'anda ashhad degan ibora bilan ashuni 4 qatim oyunda qasam qilish lozim. Ashhad degan so'z ashhad. Arba' shahadatin billah. Oyunda bo'lgan ekan bu ashhad degan so'z bilan o'qisam ya boshqa nima so'zlar uni ishoratida dal unda bağlanmay qoldi. Gazeteciler telefonlardan nazarda. Shunga o'g'irlik, naxorlik deganlarda bir kishilik guvohchilikni isbotlag'alar bo'ladi bundan. Ma ana bu o'zlikka mushtarashga asosan bo'lmaydi. Uni kichikgina bir shaklab qolsa, idraul hududa bishubhat degan qoida bo'yicha qilamiz demoqchi. Buni bosh to'xtamni hisob qildi, kuchga dedi. Va kadalika idza kana yaktubu. Xat yozilgan bo'lsa, uning to'xtamlari kuchga ega dedi. So'z setiqlari, to'xtamli ijara, taloq hammasi kuchga ega. لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر. Çünkü başka juttaki kişi xat yazıp qalsa, bu hazır bak kişi söz qilgan bilan o'xshash o'rinda ko'ribdi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam umira bi tabligh risala. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom dini tashviqotini dinni yetkazishga buyurilgan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka. Wa qad ballagha al-ba'da bil kitab. Bazısını şu mektup arkalıkma yetkizgen. Mesela Kisra, Kaysar, Mukavkas, Muşulga mektup arkalık yetkizgen. Ve innema caza zâlike limekanil acz. Yani bu mektup yazışı arkalık yetkiziş özü berip yetkizip bulanmayalgan boğaçka caiz boğan. Bu mesela özü yetkizişi lazım da. Vel aczu fil ahrasi azhar. Yani gaç kişide acizlik tehmi aniq ko'rildi. Hadi saq kishi masalan u berib qolmaydigandan hozir o'zi bo'lsa-mu bu aniq gap qilmaydi acizlik bor. Wala yajuzu zalika fi man tuqila lisanuhu. Tili tutib qolgan, aw samata yawman yoki bir kun gapsiz qilmaydan deb boshida nazar qilayotgan bo'lsa-da, shu Maryam alayhisalomdek inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. O şu şeriatlida shunda gapsiz qilmay ro'za tutish borda. Lekin bizning shariatimizda gapsiz qilmay ro'za tutish yo'q, unda ibodat yo'q. Yani bir kun gapsiz qilmay bunda tug'an kishiga yoki shunda bir kun og'zi tili kelmay zuan tutib qolgan bir kishi bo'lib qolsa, bu chaqda bu ishorat bilan buni hisob demaymiz. Nima uchun? لأن الإشارة çünkü işaret degan innama tu'tabaru idza sarat ma'hudatan ve ma'lumatan. Bu odatdan maydan biz tunuydigan, biladigan ishoratli bo'lib qolsa, yani gachilninki odatashina qiliplashgan bir ishoratlar bo'ldi. Shu chaqda undan hisob deydi. Lekin odat saq bir odam bir kun zuvan tutib qolsa, bu gasgachilar qilgan ishoratni dal shunda qilinmaydi. Undan keyin bu yerda favqulodda bir ahvol bo'lib qilib, bir kundan zuvan tutib qolgan bo'lib qolsa, buning ishorati tushunishlik va shunda qiliplashgan bo'lmag'achqa buni hisoblamas emas. Hozir o'sha oqshom muxtasarlik tadbirlarda kontrastlar bazılarına naqlatlar yapılanmay bir adadin yapman daşı başa o'sha qilib so'z seti to'xtamlarni hisoblamaymiz. Lekin u o'zining bolalarga masalan doktorxonaga apringlar, so'ga apringlar desa u hisob. Lekin to'xtam, masalan shunday ishorat qilib, oilam taloq desa hisoblandik, hisoblamaymiz. Ya u yerni setvatdim deb bir qanday ishorat qilsa hisob emas. Shu xatirvash. Yani bu yazısı buldumda. Bunda holda xat yazsa mesela Saqayan bo'lsa vasiyat qilish uchun vaziyat bo'lganda vasiyat qilsa yoki shunda ba'zi ilm setlarni yezib qilsa bo'ldi. Faman kana kadalik ishoratlari aniq qiliplashgan kishi bo'lib qolsa, ondan bu gazgachiga o'xshash. Masalan, bir kun bo'lsa-mu o'zi tutib qolibdi, zuvan tutib qolibdi. Lekin bu odam gazgachining tilini bilgan shunda gazgachilar maktabida o'qituvchisi masalan, ayında bir odam bo'lib qolsa, hisob bo'lardi deb. Bu yerda shu ishoratlari aniq bo'lishni shuni hisob qilmaymiz. Aniq bo'lsa masala yo'q. Bu bir kun zuvan tutib qolganini aniq bo'lmag'achqa hisob qilmaymiz. Agar aniq qilib qolsa, uni hisoblaymiz. بخلاف الحدود. Amma mana hudud masalalarida hudud degan belgilangan ig'ir jazolar. 80 darra urush, qo'lni kesish, kallini elish degandek manda bo'lg'achqa
Aş hadiste idra'ul hududa bis şubuhat, yani idra'ul hududa mastata'tum diyendekning bo'g'achqa kichikkin bir shak shu bo'lib qolsa, buni ijro qilmaymiz hudud doirasida. Qala va yajuzu bay'ul a'ma wa shira'uhu. Endi a'ma kishi so'zsat qilsa kuchga ega bo'ldi. Li'anna an-nas ta'ahadu zalika min ladun as-sadr al-awwal ila yawmina hada. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu esre saadetten tatip bugünkü günümüze kadar, yani muallifin günü kadar ve bizden hazırki günümüze kadar aşında soğuduklık kelgen. Ve mine sahabete radıyallahu anhum men amiye ve kan yetevella zalike min gayri nekir. Sahabe kiramlardan mı közü acizlab ama olab qalğanları baktı. Ula söz settiklerini bemalol qilaverdi. Sahabe kiramlar ularni söz settiqning kuchiga emas deb to'sgan ahvol yo'q. Mesela Hazreti İbn Abbas bu oxirgi umrda ama olib qolgan. Wal aslu fihi, bunun jaizligining dalili hadis Habban ibn Munqir radiyallahu anhuma. Bu ikki sahabe, atibali ikki sahabe. Muşu sahabeninki hadisi delildir. Habban ibn Munqir Uhud g'azotida qatnashgan. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma'lum bir mushu Yahudining qal'alari bo'lishi mumkin. Shuni fath qilishda ve shu tosh tegib, shunlar 5 qattiq zaxmlanib, qatqishib qolgan. Ma'muma deymiz. Ondan gapni joyida qilolmaganda, gap esa gap chiqadigandak, yerim gap qila oladigan, ham aqli ajiz ishlaydigan, shunda bo'lib qolgan. Lekin aqqani paxta bizning manfaatini qo'llaydi, ammo to'liq emas. Mushu sahabe kiramga Hazrat Umar rivoyat qiladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda degan. Bu jiq sodiq qildi. Sodiq qilsam, men to'liq qo'yib ketib qolaman. Oldinib ketib, gollanib ketganman. Qanday qilishim kerak deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalasi bo'lgan chaqda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga shunday ko'rsatma bergan. Idab ta'ta bir narsa etib olsang, sodiq qilsang, shunda degan. Bunda shart qilgan deydi. Faqul la xilaba. Gollash yo'q, aldash yo'q, qo'yitish yo'q amsa. Agar buni qo'yayotgan bo'lsang, gollayotgan bo'lsang, yandirib berman deb shart qo'yib, waliyal khiyaru 3 ayyam. 3 kun ichida qaytirib akib berma agar buni qo'yayotgan bo'lsa, gollayotgan bo'lsang. Masalan, bir narsani, 100 kunlik narsani 200 kunlik sotib olgan bo'lsa, bu bani bilmaydi yoki kallasbek da ishlab ketmaydi deb 200 kunlik sotib olgan bo'lsa, keyin uyga olgandan keyin uni aksiya ya og'inlari birodarlar bu 200 kunlik olsa, 100 kunlik narsa desa, abrib qaytib turgan gap. Wa kana radiyallahu anhu a'ma. Musaba a'ma olib qolgan debdi. Hozir bu yerda shu a'maninki so'zsitning joizligi musaba a'ma olib qolgan deb mushrivoyni akibdi. Mushu hadis Sahih Buxoriyda bor, Sahihda bor. Lafza anna rajulan zakara lin-nabi sallallohu alayhi vasallam annahu yuqda'u fil buyu'i faqala in bay'ata faqul la khilaba. Ash rajulan degan ash mubham kishi Habban ibn Munqir. Boshqa rivoyatda Habban ibn Munqir degan rivoyatlar bor. Yani bunun amalıqını Daraqutni bayan qilgan dedi. Daraqutni bu katta hadis-shunos ulamalardan, al-Hafiz, ba'zi Amirul Mu'minin deb qaraydi. Abul Hasan Ali ibn Umar al-Baghdadi. Bag'dodga Daraqutni degan mahaldan bo'lg'achqa Daraqutni deb nisbat berilgan. Şu öz zamanında 306-yılı tug'ilib, 385-yılı vafot bo'lgan. Yani şu İmam Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai şundan keyin kelgan hadis-shunoslardan, lekin şu zamanida, şu Daraqutnining zamanida hadis-shunoslik ilmida eng katta peshvo bo'lgan. Hadisning ilallarini, rijalni bilishda eng yuqori darajaga yetgan bo'lg'achqa, hozir meyada şu Daraqutni şu rajulni o'qiladimizga, rajulni tadqiq qilib o'tib, u umrining oxirida a'ma bo'lib qolgan degan bo'lg'achqa, mushu Daraqutniningki bahasini qistirib qo'ydi. Qiroatda birinchi o'lab kitob yozgan olim. Hadisda mo'min kitoblar va masalan Sunan Daraqutni yoki Al-Mujtaba degan kitob. Buni ojiz, ashna mavdu hadislarni shu maqsadda to'plagan. Lekin ashunda hadislarningki illatlarini bilishda nihoyat muhim kitob, qimmatli kitob. Bunun başka kitabı ilal var. El-ilal varda fil ahadis-i nebaviyye. Bunun 11 kısmı bir kısmı 12 kısım çıktı. Tahqiqlanib qolganda chiqmadi. El-ilzamat ala sahihay al-Buxoriy va Muslim. At-tatabbu' degan kitobim bor. Yani Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda yangilik ba'zi bir illati hadislar bo'lsa,
Madisinin illeti vardı, lekin Bukhari bunu rivayet kıygan. Dep 160 neçedismi. Şimdi illeti batı dep qaragan, lekin bununla Hafiz ibn Hajar tuluq cevap berip el kıygan. Bunun başka duafa vel matrukin, el mu'talaf vel muhtalaf yenece kitaplar var. Ama şu rical meselesinde bazı bir illat, bazı hadislik hüküm kılış meselesinde Daraqutni diyende bunda ulemanın bahsi şu İsa. Daraqutni bunda dedi İsa. İmam Ahmed bunda dedi İsa. Müjde adam. قال ولأن من جاز له التوكيل جاز له المباشرة كالبصير. Bu bir kıyasımdı. Başqalına özünün onda vekil qila aladigan bo'lsa, o'zi qilsin bo'ldi. Xuddi ko'z ko'rdigan odam boshqani vekil qilsin bo'ldi, o'zi so'ri qilsin bo'ldi. Undan ekan bu ama kishi boshqani vekil qila oladimi, qilamaydi? Qila oladi. Undan o'zi so'ri qilsin bo'ldi. Qala va yathbutu lahu khiyaru ru'ya. Ama kishi so'rini qilib bo'lgandan keyin, yani ko'may oldigan bir narsani. So'rini qilib bo'lgandan keyin ko'rgan bo'lib qolsa, ko'z saqib qolsa, ko'rgandan keyin men o'ylagandek emas ekan, boshqa kishi ekan bu deb yondiritish haqqi bor edi. Yondiritish haqqi isbotlandi. Yoki xiyar ru'ya deganimiz bu kishi saqaymabdi, lekin burun bilmagan tafsilotni bilibdi. Malni topshirib oldi. Olgan ekan bu telefon ko'z ko'rgan odamning bu telefonning rangi oq ekan, mana undan narsa chiqmaydi ekan, bunda ekan desa, u chog'da hasalal ilm. Ularning ru'yadan maqsad nima bo'ldi? Al-ilmu bil mabiy degan narsa. Ma'rifatul mabiy degan narsa bo'ldi. Ma'rifatul mabiy iborat. Yani ru'ya al-ilmiyya deymiz buni. Ru'ya al-ilmiyya. Shu tovarni to'liq bilgandan keyin, xabar topgandan keyin yondiritish haqqi bor. لأنه اشترى ما لم يره. Çünkü o kömegen narsani sotib olgan. Bazı aciz hadislarda kömegen narsani sotib olgan bo'lsa, ko'rgan chaqda uni yondirib berish haqqi bor degandek hadislar bo'lg'achqa, bu kömegen narsani sotib oldi. Yani buning qandoqligini bilgandan keyin, uni ko'rgandek o chaqda yondirib berish haqqi bo'ldi. Ala ma yati inşaallah taala. Yani biz xiyarat türlerinde to'xtalgan vaqtimizda bu masala tahkiladi dedi. قال ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه. Anı şu yandırıp bir şokuqa qaçan tugaydi buna. Ama kişilen so'dlashdi. So'dlashgandan keyin bu shunda tovarni qo'liga topshirib elab, endiki kishilarning sifatlab berishi to'liq xabar topdi shunama. To'liq xabar topib qolsa, andan hisob desa, yandırıp bermasa, bundan keyin andan yandırıp bermaydi. Qo'ldan ketdi uning. Yandırıp berish haqqi bo'ldi, qo'ldan ketdi. Ama başqalar ko'mabdi masalan, so'dlashgandan keyin u ama kishi qo'liga elab, unda faqat ya ba'zi ehtirda bundan asıl burab faqat ya asal biznes tetib faqat manda tekshirib faqat anda olgan ekan uning yandırıp berishimiz. Bu ma'rifatul mabiy. Ko'rgandeklan bo'ldi, ko'rib olgandek bo'ldi. Yoki endi adam sifatlab pasm bo'ldi, bu bundan narsa ekan. Asa so'dlari hisob bo'lib ketsinmi, bo'lib ketdi. Wa fil aqari bi wasfihi. Yani غير ما نقول لبقاسة ما يقولك سه الشم والذوق والمس يعني جسريا شو مس تش مجب بقيش سلا بقيش يعني ما نقول لبقاسة عشان ده بلدته يعني غير ما نقول لبقاسة بونه برا بق برجلهم ما ثم بوسون ده سلا بق أيلنا بق نقولش ممكن لكن بزمننا عندهم ده بقلبهم ما ما بقش ممكن ده كم ده ما نشي متركين ده Yani o aqyavlab qalsa, süperlab pas bo'ldi. To'g'risi manchimetr, uzunligi manchimetrkan, bunda bir süperlarni qilib qalsa, shuni bilgandan keyin, shu ko'rgan bilan o'xshash, uningdan keyin undan yondirib berish ixtiyorli bo'lmaydi. Qala va fi thawbi bi dhikri tulihi va ardihi. Kiyim-kechak yoki raxt biznasi bo'lib qalsa, uning uzunligi, qisqaligi va sifatlarini bayon qilib qalsa, aş ko'rgandek bo'ldi. Li'annahu yahsulu lahu bidalika al-ilmu bil mushtara. Chunki ashuna sifatlab bersa, sotib olgan tovarni obdan tunigan bo'ldi, bilgan bo'ldi. Kan nazari min al-basir. Xuddi ko'zi bor kishi, ko'radigan kishi qarab bilgandekla. Va bal aktar, balki sifatlab bersa, uni ko'rgan kishidan mubtaroq bilishi mumkin. Walau wasafa lahu al-aqara endi amak sho'g'an ekan bu g'ayrimanqul yani ziminni sifatlab bersak buni xiyar tugaydi deb sifatlab berdi. Summa abasara sifatlab berib buni xiyar tugab bo'lgan ekan ko'zi ko'rdigan bo'lib o'ngshilib qolsa, ko'zi saqaysa
فلا خيار له onun xiyari allaqachon ketib bo'lgan bo'ldi, qo'ldan ketdi. Ko'rgandan keyin endi ko'zam ko'rganda men turpirma deyolmaydi. Chunki sifatlab bergan chaqda uning xiyari qo'ldan ketib bo'lgan. ولو اشترى البصير ما لم يره ثم عمي. Yani ko'z ko'rgan kishi bir narsani ko'rmay oldi. Undan keyin ama bo'lib qoldi. Ama bo'lib qolsa bu ash to'xtamni qilgan chaqda, ash so'zni qilgan chaqda ama kishiga o'xshash. U chaqdan tutib bakib ko'rib bakib yoki sifatlab bersa qaytirib berish huquqi bo'ladi demoqchi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.